Assalomu alaykum Zafarbek Umro obunachilari. Avvalambor bugungi kun hammalar uchun xayrli bo'lsin. Mana 14 kunlik paket Umra ziyoratiga boruvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib pastdagi nomerlarga telefon qilib shoshilinglar. 2 fevral kuni yana safarga chiqmoqchi bo'lib turibmiz. Kimlar xohlovchilar bo'lsa, ota-onalarni jo'natadigan bo'lsalar, bemalol pastdagi telefonlarga telefon qilib murojaat qilib joylarni egallashlari mumkin. Bizni 14 kunlik paketimizda sizlarga aytib beraman. Birinchi mehmonxonalardan boshlaymiz. Makka Mukarramada Al Saad degan mehmonxonamiz bor. 2 kilometr tunneldan o'tishingizga mehmonxonamiz tunneldan o'tishingizga haram joy masofasiga haramga kiriladi. Bundan tashqari Meroj Toyiba. Bu Madina Munavvarada mehmonxonamiz bo'lib, bu mehmonxonamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni masjidlariga kiradigan darvozalar bor-ku, 62, 63, 363, 364, 65. Mana shu darvozalar oldida Boqiy qabristoni bor. Boqiy qabristoni bilan yo'l farq qilib turadi xolos. Yo'l bir tomonida qabriston bo'lsa, bir tomonida mehmonxonamiz joylashgan 150 metrlar masofasida bo'ladi. Ziyorat narxlari quyidagilardan bo'lib turib, sizlarga ziyoratimizda oldindan qiziqish uchun narxlarni aytib qo'yamiz. Men bilan boradigan bo'lsanglar, $1050 narx qo'yamiz. Borgandan keyin hech qanaqa xarajatsiz, hamma xarajatlarni shu pulning ichiga kirgizamiz. Bu $1050 ichiga viza, bilet, bu yerdagi 2 mahal, 3 mahallik taomlarimiz kiradi. Texnikalar, avtobus texnikalari xizmatlari, ravzaga pullik, ravzaga olib kirish xizmatlari hamda bu yerdagi borki sayohatlarning hammasi, Qizil dengiz sayohatlari ham kiradi bu narx ichiga. Xo'p, boradigan bo'lsanglar shoshilinglar. Mana Xudo xolasa Madina ziyoratlarida, Xudo xolasa Masjidi Nabaviy, Qubo masjidi, Uhud tog'i, Ravzaga olib kiramiz, 2 qibla masjidlari, Qurbon bosmaxonalariga, xurmo bog'lariga olib boramiz, Xudo xolasa. Inshaalloh. Makka ziyoratlarida esa Hiro g'ori, Sabr g'ori, Arafat tog'i, Muzdalifa, Jamorot, Masjidi Al-Jin, Hadicha onamizning maqbaralarini sayohat qildiramiz. Taomlarga keladigan bo'lsak, tansiq taomlar bo'lib, 2-3 mahaldan taomlar beriladi. Yuqori darajadagi gid xizmatlari Xudo xolasa biz bilan birga borsanglar bo'ladi. Hamda ketishimizda nimcha, bezjik, so'mka bular bizdan sovg'a bo'lib beriladi. Qaytishimizda esa albatta 5 litr zamzam suv beriladi. Hamda Qizil dengiz sayohatiga olib boramiz. Shoshiling, biz bilan birga borib Allohning baytini tavof qilish, payg'ambarning ravzalarini ziyorat qilishni nasib etsin. Mana boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, yana bir narsani aytib o'tamiz. Erkaklarimiz ketadigan narsalar, erkaklarimiz faqat ehrom bilan topishga bo'lsa bo'ladi. Umra amal bajarish uchun 2 qatordan yengil tepa yaxta pastga shortik olib olsa, shunaqa shalvar ishonlari olsa yetadi. U joylarda salqin emas, normal havo, bizni yozimiz singari. Madina Munavvarada ozgina salqinroq bo'lib turibdi, lekin katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bitta kamza yelkasiga tashlab olsa bo'ladi. Makka Mukarrama issiq. Juda issiq. Mana o'zim kelganimga mana 3-4 kun bo'lib qoldi. Xudo xolasa endi 2-fevral kuni ketaman deb turibman. Agar ota-onalarni jo'nataman desanglar, mana o'zim bilan birga jo'natinglar. Men o'zim olib borib, o'zim olib kelaman. Doim yonida hamrohi bo'laman. Xudo xolasa, nima deyman? Shoshiltirmasdan birga olib borib, birga ibodatlarni qildiraman, birga sayohatlarni qildiraman. Xo'p, bundan tashqari oladigan narsalarimizga keladigan ayollarimizga farqi yo'q, libosini rangimi, gulimi, sariqmi, ko'kmi, qizilmi farqi yo'q. Ularga pokiza libos bo'lsa bo'ldi. Pokiza libos bilan 2 qatordan olish bo'lsa, bittasi Nabay masjidlariga kirganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ravzalariga kirganda kiyadi, ikkinchisi esa umra amal qilayotganimizda kiyiladi. Uni ayollarimiz o'zlari yaxshi biladilar. Hop, bundan tashqari ota-onasini jo'natagan yoshlarimizga nasihatlarimiz, ota-onalar uchun ozgina yo'lda yemoq qilib bersanglar yaxshi bo'ladi. Pistamayz bodomlardan, yong'oqlardan, olmalardan jidalik urishnoga solib bersanglar, yo'lda mana Jiddadan Madina Munavvaraga ketamiz. Yo'lda ketayotganda tamaddi qilib ketiladi. Hop, yoki bo'lmasa, mana 2 kun o'tgandan keyin 3-kun yo'lga chiqamiz. Madina Munavvarada Makka Mukarramaga ketamiz. Yo'llarda ovqat bu yerlarda bizga o'sha har bir yo'lda anaqa magazinlar, boshqalar bo'lmaydi. Bitta to'xtaydigan joy bor, ketishda ham kelishda ham bitta joyga to'xtaladi, hamma avtobusga to'xtaladi. Bu yerda endi taomlardan olib kelgan desa, biz taomlarga o'xshamaydi.
O'shaning uchun o'sha narsalardan yeb, ichib, manzillarga yetganda, sayohatga chiqqanda, qumsoq qolganda shu narsalardan yeb turadi. Bu narsalarni amalga oshirib, iloj bo'lsa 1 kilo go'shtdan xo'rdoq qilib beringlar, bittasi plastmassa idishga solib bersanglar, xurishnoda ketaveradi. Chamadonga qaychi, pichoq, taroq, manaqa bu tirnoq oladigan narsalar bo'lsa, chamadonga solib, temirki narsa bo'lsa, shishaki narsa bo'lsa, chamadonda ketaveradi. Shoshilinglar, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Mana kunimizdan xudo xolasa 6-7 kun qolyapti. Yana safarga chiqib o'tamiz. Joylarimiz ozgina joylarimiz qolgan. Men bilan bormoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, tezda murojaat qilib joylarni egallashinglarni so'rayman. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda Xudoyimda baytin tavof qilish, payg'ambarlar ziyorati hammalarimizga nasib aylasin.